Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Yana bir bor xush keldingiz. Yana bir video klip bilan huzuringizda bo'lishimdan g'oyatda xursandman. Yana bu marta esa siz bizni Misrobod mahallasidan tinglamoqdasiz va Misrobod mahallasida esa yana ham go'zal ko'rinishda kurash musobaqasini tinglayapsiz. Siz esa bu kecha bizni Misrobod qishlog'ida Hasibullajonning to'yidan Mirvays Pahlavoni Misrobod va Hoji Nur Muhammad Pahlavoni Qarakentining bellashuvini kurash musobaqasidan tinglamoqdasiz. Agarda shunday guzarishlar sizga yoqsa, hatman bizning safamizga obuna bo'ling va bizning shunday forum va go'zal ko'rinishda siz uchun tarqatadigan kliplarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hatman like tugmasini bosib qo'ying. Mirvays Palon va Pahlavon barinda bo'lsa, Mamadoyev Basharboz tarafdan 500 afg'oni borosi bor. Mirvays Pahlavon barinda bo'lsa, Islomiddin Pahlavon tarafdan 100 dollar bahsi bor ekan. Go'zal ko'rinish va go'zal kurashni siz esa Misrobod mahallasidan tinglayapsiz. Hasibullajonning to'yidan. Va u qariyada esa 20 mingdan ortiq kishi yashaydi va u yerda barno yigitlar yashaydi va Mirvays Pahlavonim esa mana shu barno yigitlarning biridandir. Mirvays Palon barinda bo'lsa, mamlakat tarafdan 500 afg'on joyzasi bor ekan.